ikkita, uchta spanli garniturlar bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib ketasizlar, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli arziydimi YouTube obunachilarimiz. YouTube kanalimiz obunachilari. Bizda bugungi xudo xolasa obzorlarimizda kupe shkaf, divan, tumba, trimo и plus mana bunaqa yana xo'p, shkaf bilan divanlarning narxlari bo'yicha yengil bir qator tanishib o'tib ketamiz. Yana bitta bor edi, bu sotilib ketib qopti. Mana bunisi. Bu ham zo'r narsa bo'lgan ekan, sotilib ketib qopti. Xo'p, endi ketaylik, boshladik. Aka, necha pul bu spanli garniturda, to'g'rimi bu? Akam bilan tarafdan beri biramiz, shuning uchun nimasi yo'q, aka. Mikrofonlari yo'q, akam aytayotgan narsalarni men qaytarib boraman. Mikrofonimiz yo'q deb to'g'ri tushunasizlar. Bizda unaqa montaj, unaqa oldi qochdi narsa yo'q. Shuning uchun borini bor qilib qo'yib ketamiz. Aka, spanli komplektimiz necha pul? Spanli komplektimiz matrasi yangi. Matras yangi. Ikkita tumbalari bor mana. Xo'p. Trimosi bo'ladi. Trimosi ham mana shu ekan, atroflaridan ko'rasizlar. Shifanera bo'ladi. Shifanera bunisi. Razmeri necha shifanerni ko'pchiligi? 240 240 ga uzunasi, 225 bo'yi ekan. Obunachilar, hurmatli. Xo'p, bag'i ishilka, o'rtasi polka. Ustilari ayni, hammasi ayni. Kravatimiz 170 ga 220 bo'ladi. Kravat 170 ga 220. Ko'pchilik arzon kichkina deyapti. 120 ga 180 bo'ladi. 120 ga bo'yi 180 ekan trimoyimiz. 50 ga 60 bo'ladi. 50 ga 60 ana ma'lumot. Tumbalargacha mana 50 ga 60. Xo'p, narxi buni. 4 millionga beramiz. Xo'p, xuddi shu tushuntirilgan ma'lumotlar berilgan narsamiz. Mana shu komplektimiz 4 million. Matrasi yangi. Matrasi yangi. 4 million so'm matrasi. И tagi ham dispikni e'tibor qilsanglar qalin, sinib oladi, unaqa narsa bo'ladi emas, shunchalik qalin narsa bo'ladi. Xo'p, endi keyingi spanli garniturimiz 110 bo'ladi. 110, 110 ga 175. 175. Xo'p, mana holati. Endi tumbalari 40-60 tumbalar. Xo'p, endi kravati 220. 170 ga 220 kilo. 160 ga. 220. Mana shu yerda jichcha bosilgan joyi bor ekan, lekin unaqa bosilib ketgan emas. Ishlatsa bo'laveradigan narsa. Xo'p, shifanera 3 ga bo'linadi. 230 bo'ladi. 230. 225. Bu necha pul aka? Bu narxini obunachilarga 3,5 millionga beramiz. Siz obunachilaringizga. 3,5 million so'mga mana shu ko'rib turgan spanli garniturni bemalol xarid qilishlaring mumkin. Pastda nomer bo'ladi, bo'lmasa Telegram kanalida erta kunda qo'yiladi. Telegram kanalida sotish va sotib olish deb Telegramda qidirsangiz chiqadi, xudo xolasa. Agar matrasi buni yoqmasa, qaysi? Ha, matrasi yoqmasa. 4 million 100 ming so'mga yangi matras bosib beramiz. Agar xohlasangiz 4 million 100 ming so'mga yangi matras qo'yib beriladi. Lekin buni ham ishlatsa bo'laveradi. Bu ham o'zi yomon emas. Masalan, simi chiqib qolib yirtib oladigan narsa emas. Endi aka, men sizatni o'tay, men bitta aynalab o'taman, naryoqdagi narsalarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. 4 million 100 ming so'mga yangi matras bilan xohlasangiz. Bunisi sotilib ketib qopti. Mazza qilib buyursin, mazza qilib ishlatsin, zo'r narsa bo'lgan ekan bu. Xo'p, Trimodi o'zi 120 ga 170 narxi 400 mingga beramiz. Ichida feni ham bor. 400 ming so'm Trimo. Xo'p, endi ikkita kravat, matraslari ham, bosh taraflari ham ochiladi. Taglari ham sondiq. Laminatli unaqa. Mana. Hoppa. Qo'lli sondiq bo'ladi. Polni laminat ishlangan ekan, anaqa disp bas ekan. Ular ham Gaka bo'lib terilgan. Xo'p. Gaka bo'lib terilgan. Endi buni narxi-chi? Matraslari, salafanlari bilan turibdi, yangidek. Yonlari plastmassa kromkada bo'lgan. Biz obunachilaringizga buni 1 million 800 ming so'mga beramiz. 1 million 800 ming so'm jupi. 900 ming so'mdan e'tibor qilib qo'yasizlar. Jupini 1 million 800 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin bemalol. Endi shkafga keladigan bo'lsak, akril. 3 ga bo'linadi, fayzi. 3 ga bo'linadi. Ichlari ham holatlari yangi. Yaxshi holatda ekanmi? Hech qanaqa shilingan joylari yo'q, fayzi mana. Ko'rib turibsizlar, akrilda. Mashinalar ham 4 talik. O'pirgan netgan joyi yo'q. Bemalol yangidaqa desa bo'ladi. Yo'llarni qo'lni kesmaydigan darajada. Ichlari bittalik shilingan, dog' olgan joyi ham yo'q hatto. Yangidan ham yangi ekanda bu aka. Yangida, xudo xolasa. Olib ishlatmasa ham rabochiy, mana ham bor-ku. Yangiga qo'ysiz ham bo'laveradi. Buni ham. Shunaqa ekan. Rabochiy hisoblanadi. Rabochiy hisoblanadi, to'ppa-to'g'ri. Ikkita bo'linadi, akril narsa. Akril narsa. Necha pul narxi? Narxini buni ham mana shu 2 puliga 1 million 800 ga beramiz. Shkafimizdan 1 million 800 ming so'm.
sizga beraman. Xohlovchilar mana kichkinagina shkafchani puliga bemalol akril katta shkaf olishingiz mumkin 2 kishilik. Arziydimi, yo'qmi, albatta kommentariyada yozib ketinglar. Endi akash orqangizda stenkani olib olishimiz kerak. 270 ga 270 ga 230 bo'ladi bo'ylar. 230 bo'yi. O'zi neobishniy ekan, bu ham har doimgidek emas ekan. Bu bo'linadi. Bo'linadi. Mana. Bo'linadi. Bu tarafi ham polkali. Bemalol shkaf qilib, stenka qilib ishlatsangiz bo'laveradigan narsa ekan. Bir xonali kvartiralarga bo'lsa ham zo'r ekan shu. Narxi aka? Buni ham narxini 1.800.000 mingga beramiz. MDF narsa. 1.800.000 so'mga mana shu narsa MDF. O'zi bilgan odam biladi. Bu narsani o'zi ko'rinib ham turibdi. 1.800.000 so'mga mana buni xohlang, buni xohlang, buni xohlang. Oling mana 1.800.000 so'mdan uchovs. Bunisi 1.800.000, bunisi 1.800.000, bunisi 1.800.000. Arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib ketinglar, fikrlaringni, obuna bo'lib, like bosib boringlar. Xudo xolasa obunachilarimiz ko'paygani, like'lar ko'paygani sari, xudo xolasa biz mana shunaqa arzon mebellarni qo'yishni boshlaymiz. Rahmat hammaga avvalo kuzatib borayotganlaring uchun. Aytganimdek obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Telegramda, Instagramda ham, Instagramda eski mebellar, Telegramda sotish va sotib olish desangiz chiqadi. Xudo xolasa mashlarning narxlari, egalarining nomerlari bilan erta kunda tashlanadi. Masalan, men shu narsalarni hozir YouTube'ga bir kunda qo'ysam yoki 2 kunda qo'ysam, Telegram kanalida har kuni tashlanadi. Har kuni 10 ta 15 ta bo'ladi. Sotuvda shunaqa mebellar aynaladi. Bemalol xarid qilishlaring mumkin. Rahmat hammaga kuzatib borayotganlar uchun. Albatta like bosib qo'yishingiz esdan chiqmasin.